Assalomu alaykum, hurmatli abituriyentlar. Nodirbek Ismoilov milliy sertifikat to'plamining yechimini davom ettiramiz. 6-variant 41 va 42 savollar. Demak, yorug'lik bosqichida ATF molekullarining 1/4 qismi glyukoza sintezi uchun sarflangan. ATFning 1/4 qismi sarflangan ekan. Natijada to'liq va to'liqsiz parchalash 200 ta ADF sarflandi degan. 200 ta ADF 200 ta fosfat qismga kirishib 200 ta ATF ni hosil qiladi. Demak, 200 ta ATF bo'lgan ekan. Glikoliz bosqichida hosil bo'lgan ATF molekulyar soni, glikoliz ya'ni chala parchalanishdan hosil bo'lgan ATFlar soni glikoliz va aerob bosqichda sintetik ATFning 10%, ya'ni to'liq parchalashning 10% ni tashkil qiladi. O'zi 200 ta ATF bor edi, 100% bo'lsa, 10% ni topib olsak, 20 ta ATF bo'ladi. 200 ta ATFning 180 tasi kislorodli, 20 tasi esa kislorodsiz, ya'ni chala parchalanganda hosil bo'ladi. 180 kislorod parchalanganda 36 ATF hosil bo'lsa, 5 mol glyukoza kislorod parchalangan. 200 da 20 ni 2 molga bo'lsak, 2 ta ATF degan chala parchalanganda 2 ga bo'lsak, 10 mol chala bo'ladi. Demak, 5 mol kislorodli 10 molning 5 moli bilan sarflanib ketganda 5 mol to'liq bo'ladi. Demak, o'zi 10 mol edi. 5 moli to'liq parchalash uchun sarf bo'lgan bo'lsa, o'zi 5 mol qolgan. Demak, 5 mol to'liq bo'lgan glyukoza, 5 mol chala. Yig'indi 10 mol bo'lgan. Demak, yorug'lik bosqichda 18 ta ATF hosil bo'lsa, 10 mol glyukozani 18 ga ko'paytirsak, 180 ta ATF. Boshida aytgandik, 1/4 qismi ATF uchun sarf bo'ldi desak. Demak, bir qismi 180 bo'lsa, 4 qismi 720 ta ATF bo'ladi. A ga javob 720 bo'ladi. B-siga aerob bosqichda issiq sifatidagi energiya. Aerob bosqich kislorodda 5 mol glyukoza edi. 1 mol glyukoza kislorod ishtirok parchalanganda issiq sifatda 1160 ketardi kilojol. B-siga javob 5800 bo'ladi. 42. Xitoy aholisining ko'zlarining kichik bo'lishi katta bo'lishga nisbatan dominant. Kichigi dominant ekan, kattasi resif ekan. Demak, bu Hardy-Boyer qoidasining umumiy formasi hisoblanadi. O'zi 5 millionta aholi bo'lgan, shuning 4.200 i kichik ko'zli bo'lsa, qolgan ayirma 800 ming esa katta ko'zli bo'ladi. Demak, 5 millionimiz 100% bo'lsa, 4.200 84% bo'ladi. Demak, katta chatishtirganimizda 4 ta organizm olingan. Demak, ko'zlari katta bo'lgan, kichik bo'lgani 84% bo'lsa, 100 dan 84 bo'lsa, ko'zlari katta bo'lgani 16% yoki 0.16 bo'lyapti. Demak, ikkalasi yig'indisi 0.16 ekan, uchalasiga 0.84 qolish kerak. 0.24, 0.24, 0.48 bo'ladi. 0.36 bo'lsak 0.84. Demak, masalamiz to'g'ri ekan. Demak, 0.16 chiqish uchun necha ko'paytirish kerak desak, 0.4 ni 0.4 ko'paytirsak 16 bo'ladi. Ya'ni 0.4 yoki 40% deymiz. Demak, bu 0.4 bo'lsa, bunga 0.6 qoladi. Bu ham 0.6. Asiga javob. Katta A'miz necha foizni egallaydi degan. Demak, 60% ni egallaydi. Heterozigota kichik ko'zlarimiz soni qancha desa, demak 0.48 edi, qo'shdik. O'z umumimiz 5 million bo'lsa, 5 million ko'paytirsak 2.400.000 ta bo'ladi. Javob. B-siga javob 2.400.000. Xato va kamchiliklardan uzr so'raymiz. Tushunmagan savollaringiz bo'lsa, xohlagan masalada kommentariyaga murojaat qilishingiz mumkin.